Futbolga top 10 ta big time kartalar hop boshladi. Birinchi bo'lib kim? Neymar Junior Acceleration Boost kartasi juda zo'r. Men uchun eng zo'r Neymar mashi. Lekin oldinda bundan zo'r big time kartalar bor, shuning uchun 6-o'rin. Navbatdagi big time kim? Lamine Yamal Blitzkrieg. Albatta Neymardan bu zo'r emas, shuning uchun bu 8-o'ringa qo'yamiz. Lekin zo'r Blitz. Sifatli Blitzkrieg va Lionel Messi Blitz kartasi kimdir uchun bu eng zo'r Messi, lekin men uchun eng zo'r Messi bu emas. Shuning uchun mayli Messi bo'lgani uchun hurmat saqlagan holda 4-o'ringa qo'yaman, chunki bola futbolda faqat Ronaldo Messi emas eng zo'ri. Shuning uchun Kylian Mbappe wow super karta World Cup 2022-yilga chiqarilgan kartasi 5-o'rin. Navbatdagi o'yinchi bizda Luis Suarez top 3 ga tortmaydi, lekin shuning uchun 7 ga qo'yamiz buni. Bizda keyingisi Zlatan Ibrahimovic. Bu Brizon bo'lgani bilan bu bo'lmaydi. 9-o'rin. Ronaldo Araujo bilasizlar, o'sha divizionchilarning eng yaxshi ko'rgan o'yinchisi, shu tezda kuchaytirib o'ynatishadi buni. Nima qilamiz? Top 3 ga hali zver o'yinchilar chiqadi, shunga qaranglar, top 3 lekin qiziydi bola. Top 3 qiziydi. Gareth Bale 1-o'rin, eng zo'r big time karta. Cristiano super. 2-o'rin bu karta. Rafael Leao cheat code, bu kartani o'z borligini ko'pchilik ham bilmaydi. Bu nishonli center forward kuchaytirsalar bu shunchaki monster 3-o'rin.